Hurmatli ayollar, agar eringiz sizni tashlab ketishini istamasangiz yoki sizdan ajrashib boshqasiga uylanib olishini istamasangiz, quyidagi 7 ta tavsiyamga qat'iy amal qiling, chunki bu sizni ayollik, xotinlik vazifalaringiz hisoblanadi. Demak, birinchisi, eringizni hurmatini joyiga qo'ying va unga itoat qiling. Chunki erkak kishi yaratgan egam tomonidan oila rahbari sifatida yaratilgan. Aksar oilalardagi janjallar erga itoatsizlikning natijasidan kelib chiqadi. Ikkinchisi, eringizni mol-mulkini, uyini, ro'zg'ordagi sizga xarid qilib olib bergan narsalarni, buyumlarni himoya qiling, uni muhofaza qilib, boshqalardan, begonalardan, qarindosh bo'lsa ham boshqalardan asrang. Qarindoshga hatto eringizni ruxsatsiz berishga haqqingiz yo'q. Uchinchisi, go'zalligingizni va chiroyingizni faqatgina eringizga ko'rsating. To'rtinchisi, oilaviy sirlaringiz, eringiz bilan o'rtangizda bo'lib o'tadigan gap-so'zlar va ayniqsa eringiz bilan to'shakda qiladigan ishlaringizni zinhor begona tugul, hatto o'zingizni opa-singlingiz, ota-onangiz, aka-ukangiz va dugonalaringizga zinhor ayta ko'rmang. Ba'zan ayollarni ko'ramiz, eri bilan qilgan jinsiy aloqasigacha dugonasiga, opa-singlisiga, qarindoshlariga aytib o'tiradi. Bu sizni eringizga xiyonat darajasida hisoblanadi. Beshinchisi, eringizni behudaga, bo'lmag'ur narsalar bilan, ortiqcha rashk bilan zinhor g'azablantirmang. Telefonini bekordan bekorga kovlash yoki o'zingizni gapingizda oyoq tirab turib olishlik bu sizni eringizga nisbatan qilgan noto'g'ri ishingiz hisoblanadi